To'kilmanlari ichra. Bugun mana shu asli yo'ldoshlarimiz chiroyli bir fasllarda Allohdan farzandlarning baxtini so'rab, qo'llarini duoga ochib, yaxshi bir xonadon bilan xudo anda bo'lish baxtiga erishmoqda. Sadoqat atalmish muqaddas dargohga sevilib bir-birlarini ardoqlab, hayotning pasti baland yo'llaridan biz birga o'tamiz deya chiroyli bir omga ahdlar qilgan jerikolarimizni eng bir hayotlarning unutilmas narsalarni aziz mehmonlar bo'layotganligingizdan bir-birlarini siylashib bilan tasavvur qilib, ota-onalarimiz qilgan o'g'ilda yo'ldan o'g'il yaxshi bir insonlar bo'lamiz deya jerikolar oldiga chiroyli bir maqsadni qo'yganlar. Bugun orzular umidlar ishonmoqda. Kechaga tashrif buyurgan butun barcha muhtaram mehmonlarni, xonadonlarga tinchlik, omonlik, tanish albatta bugungi mana shu yangi oilalar bilan, chiroyli to'ylar bilan chin yurakdan muborakbod qilamiz. Hurmatli Elboshi mahallangizga yangi oilalar muborak bo'lsin, yoshlar qo'sha qarisin. Bir chiroyli yaxshi niyatlar bilan to'yimizni boshlab beramiz.